Salom do'stlar, yana sizlar bilan Sver. Bugungi videomiz quruvchilar jangi 3. Qani, yana har doimgidek bu safar bizning mehmonimiz Block X MC. Barchaga salom, men Block MC. Bugungi videoda biz quruvchi jang o'rgatamiz. Xo'sh, bularning ichida nimalar bor? Bizni qo'ygan narsalar damlamadan voy, sovuqdan voy, keyin kompdan voy. Xo'sh, har doimgidek o'rtani tanlaymiz. Va endi tushunmadin? hech narsa tushmadi. Tushunmadi. Qani tushunib qoldi. Qo'yish kerak. Xullas, ichida qovoq bor ekan. Qovoqdan uy ekan bu degani. Men bu taraftarlikni qo'y. O'tdi, ketdim. Matadro. Hop. Qovoqdan uy. Voy do'stlar, birinchi o'rinda qovoq olamiz. Qovoqning ko'rinishini ko'rish kerak. Basharasini suvda yodlab olish kerak. Bundoq tushamiz. Bundoq tushib olib, basharasini yaxshilab qarab olamiz. Bunisi olamiz. Oq rang bor ekan. Qarg'ir bashar. Bundan olamiz do'stlar. Qizildan olamiz. Sarg'idan olamiz. Rangidan olamiz. Bundan qo'ysak, bundan olsak, tilim aylanmaydi. Olsak deb qani. Qani, davay. Buni olamiz. Endi mashinalar yetib qoladi. Shop bobolarim quvarish kerak. 5 talakdan keyin ketib ketdi. To'xtatadi. Chiqmasa faqat yana milliondan yangi mehmon keladi. Voy, demak. Mehmonimiz kim bo'ladi? Ko'ramiz uni. Ana endi qovoqni isin basharasini ko'ryapti. Xo'sh, ishlatadigan ranglar mavjud ekan. Ikkita bundan, 3ta bundan. Zo'r chiqyapti hozircha. Qani, davay. Bosish kerak. Yo'q, ikkita oq. Mana ikkita bitta bor. Mana do'stlar, yuzi qanday chiqdi? Normal chiqdi. Xuddi shunday. Albatta birdan nolga chiqib boshda vazn ketmasin. Yüzümü yarmlayayım mı? Yüzüyorum. Çizgiler çıkmış. Tamam bak.
do'stlar. Yon taraf ham bitta. Orqasi ham mana shuni o'zdi ekan. Buni hamma tomoni bir xil ekan. Faqat tepasidan tashqari. Past qanaqa past. Pasti bilan tepasi bir xil ekan. Qolgan 4 ta tomoni bir xil ekan. Nikel Aurora. Buni qachon qurib bo'lamiz a? Charchab ketdim. Qilib ketdim. Ya buncha qo'yamiz, 1-2 minut ko'pchilik. Burchak ikkita unaqa, to'xta bu qilingan. 3 ta oq. Tepasida qora joy qoldi. Bo'limiz ver. Hozir bo'lib qoldi, mana tugadi. Do'stlar, mana do'stlar. Uyni ko'ryapsizlar. Birinchi uydan boshlamaylik. Birinchi senga boryapman. Ikki bo'ldim-ku. Keldingmi qani? Baho ber tashqi tarafiga. Zo'r. Do'stlar, mana qaranglar. Qovoq qanday chiqqan? Ana do'stlar, baho beringlar. Holat ko'ryapsizlarmi? Matish bor ekan. Endi hamma ham xato qilib qopti-da. Menga tish bo'lishi kerak, bu yonib ketdi. Mana do'stlar, ko'ryapsizlar-a? Qanchalik o'xshagan, undan birdan 10 gacha baho beringlar. Nima issiq ta'sir qilyapti? Chiroyli yotdilar. Ana atrof. Men ko'p qilishim kutubxona. Mana kutubxona, anvurlar damlama tayyorlashga. Men vaqtim sal kamroq o'tsin. Tepada ham narsalarim bor. Mana bu yerda polionalar. Sanda nima edi nomi uni? Ya, uni boyliklarim bor. Mana bu yerda polish qilmoqchiman. Hech narsasi yo'q. Qani endi senikini borib ko'raylik-chi qani. Do'stlar, baho berib ketinglar-da. Birdan 10 gacha. Uzoqdan qaranglar, qanchalik o'xshagan.
Qovoqmisan, qovoq chiqqan. Qani? Voh. Uniki ham yaxshi chiqibdi-ku. Mana meniki bu. 10 dan 100 gacha baho beringlar. Mana uniki ham zo'r chiqibdi-ku ana. Qiynalib ko'rganmiz axir. Qani bir uyini ko'raylik. Voh, nezir. Ayt kutubxonami? Chatog'im qopti. Damlama, Banda anvi. ko'radi. Menimki divanimki. Voh, yo'ragan-ku. Hı? Quduq o'xshaydi uzoqda. Qishloqdagi quduq bor-ku. Lekin Yaxshi, zo'r chiqdi. Do'stlar, endi kommentariyaga yozib ketinglar, kimniki zo'r, eng yaxshisi chiqqanini. Shu bilan videomiz tugadi. 5 ta laykdan davom chiqadi. 5 ta laykdan keyin quruvchilar 4-qism chiqadi. Mana ko'ringlar, kimniki yaxshi. Va nima qilishimizni kommentariyaga yozib ketish To'g'ri, kommentariyaga yozinglar. Kimniki yaxshi, keyingi safar nima quraylik, hammasini.